Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun shifokorlik vazifasini bajaramiz. Mahalladoshim darvozadan tashqarisiga shu ikkita tuvakdagi gulni olib chiqib qo'ygan ekan. Ish bilan o'tib ketayotib ko'rgandim. Tushundim, bu kerak emasligini bildim, lekin ishlarim zarurati o'tib ketdim. Qaytishimda ham ko'chada turgandi shu gul. Iloji yo'q to'xtab, kirib so'raganimda menga kerak emas, kimga kerak bo'lsa olib ketaversin, agar kerak bo'lsa olib keting deb aytdi. Qarasam mendan boshqa odam bu gullarga yordam bera olmaydi deb o'yladim. Hamda bu gullarni olib keldim uyga. Hozir mana shu gullarni qanday ajratib, mana bollarni ajratib boshqa tuvaklarga o'tkazamiz. Tuvagi ham xarob ahvolda. Ikkinchisini hali ochib ko'rmadim. Bunisi juda ham og'ir ahvoldan. Tuproqlarni ko'ryapsizlar. Yaraydigan darajasi yo'q. Buni yaxshi holatga keltiramiz. Onasini bolalardan ajratamiz. Onani ahvoli ham ancha og'ir. Mana lekin davolasak bo'ladi. Endi buni onasini ahvolini ko'ryapsizlar. Bolalariga butun mehrini, o'zidagi suyuqliklarni, bor quvvatni onasiga berib bo'lgan. Bunda faqat ozroq bolalari qolgan. Endi buni agar onasini ham tomiri tirik bo'lsa, uni ham parvarishlab ko'ramiz. Agar yaramasa, uni onasini tashlab yuboramiz. Buni onasini davolashga harakat qilamiz. Mana ko'ryapsizlar, bolalari yashash uchun o'zidagi bor quvvatni berib turadi. Shu sababdan birinchi mana qurib ketadigani bularda onalari bo'ladi. Boshladik bo'lmasa, qo'lga albatta qalin, ko'p qavatli perchatka kiyamiz. Undan boshqa iloji yo'q. Hamda bolalarini mana bu holatda ajratib chiqamiz. Qolganini bo'lganimdan keyin ko'rsataman. Hammasini bo'lib qilib bo'lganimdan keyin, chunki perchatka bilan video ola olmayman. Hamda buni tuzukroq ahvolga keltirganimdan keyin ko'rsataman. Ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi ahvolini. Mana ikkinchi tuvadagini onasi butunlay nobud bo'lgan. Bir necha bolalari ham nobud bo'lgan. Bor vujudidagi narsani qolganlariga hammasiga bergan. Shularda mana shu bolalari yashab qolgan. Bu onasini mana tomirlari bor. Bolalari ham har qalay nogiron, qing'ir qiyshiq bo'lsa-da tirik. Bularki ham mana hozircha tirik. Har qalay tomirlari bor. Hammasi bo'lmasa ham, lekin ona jonivorda mana hech narsasi qolmagan. Xuddi tanasida hech narsa qoni qolmasa ham bolasini emizib jon bergan ona singari, xuddi odamni bolasini qanday ehtiyotlagan bo'lsa, xuddi shuni singari kaktus ham bolalariga butun qonu jonini berib, bolalarini mana saqlab qolgan. Qaysidir mehribon qo'l topib meni bolalarimni balki parvarishlab qarar degan maqsadda bolalarini oxirgi namligi qolguncha mana saqlab qolgan. Achinasiz. Hamma narsani ham joni bor, chunki bular o'sadi, joni yo'q deya olmayman. Shular ham mana o'zidan keyingi avlodlariga butun borlig'ini berib, ularni yashashiga imkon yaratib beradi. Allohning qudrati ulug'. Qolgan ishlarni tugatganimdan keyin ko'rsataman. Rahmim kelyapti juda ham bu gullarga. Lekin umid qilamanki, bular hali yayrab, yashnab, o'sib, ulg'ayishadi. Mana ajratib oldim. Buni yarmi teng yarmidagi mana ko'proq qismi birorta ham bolasi nobud bo'lmagan. Onani o'zi yarmigacha mana qurib qolgan. Ancha zaho yegan. Uni ham davolashga harakat qilamiz. Har qalay tomirlari bor.
joni bor, mana bilinib turibdi. Bu shuni bollari. Endi mana bu bechorani bollari. Bunda hech qanaqa yashash alomati yo'q. Buni ovora bo'lib ekishimizdan eshitgan bo'lsanglar, g'ovay bo'lib qolgan, hech narsasi yo'q. Ko'rib turibsizlar. Bu mana nobud bo'lgan bolalari. Qolgan sog'lomlarini alohidadan tuvakka ekib, keyin bularga vaqtida parvarish qilib turamiz va bular haqidagi videolarni keyingilarda ham ko'rsatib boraman. Bu tuprog'i, tuvagi yaramaydi. Tuprog'ini ham, tuvagini ham ishlatmaymiz. Endi qolgan ishlarni batafsil ekib bo'lgandan keyin sizlarga ko'rsataman, chunki ekkunimcha ancha vaqt kerak bo'ladi. Bularni perchatka bilan bo'lsa ham ushlab ish qilish qiyin, faqatgina mana shu tomir joylardan ushlab ajratib oldim. Qancha ninalari sanchildi o'zim bilaman, lekin boshqa ilojim yo'q. Rahmim keladi bularga. Bularni ham yashashga haqqi bor. Hozircha mana tuvaklarga mana shunday holatda ekib chiqdik. Endi bularga suv quyib, mana bular 3 tadan ham 5 tadan ham qilib ekib qo'ydik kattaroq tuvaklarga. Mana 3 taligi. Qolganini endi yerga, yumshoqroq yerga, biroz soyaroq joyga ekib qo'yib turamiz. Bir qator ertalab quyosh tushadigan joyga ekamiz. Bularni tuvaklarga hozir ekish juda qiyin. Mana ko'ryapsizlar ahvolini. Yerga eksa yerda tez yetiladi. Undan keyin Xudo xolasa bularni tomirlari bor har qalay. Shu ahvolga sopdimi demanglar. Ko'pchilik kattayib ketgandan keyin bilmay qoladi, ayniqsa qishdan chiqargandan keyin nima qilishni bilmay qoladi. Ko'proq qishda shu ahvolga kelib qoladi gullar. Eng achinarlisi mana bu sopol idishlarni teglari, mana hozir tegini ko'rsataman sizlarga. Teglarini teshib qo'ydim yangitdan. Teglardagi teshigi yo'qolib ketadi, turpoq bilan o'sha yopilib qoladi. Bittagina bo'ladi. Men hozir bu yerga 5 ta teshik qilib qo'ydim. Qancha teshik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Shuning uchun birovda ayblab bo'lmaydi. Gul qarash oson emas. Bular misol bittaligida olgan yo ikkitaligida olgan, chiroyli holatda qaragan, kattaygan, bolalari ko'payib ketgan, buni ajratish kerak bo'lgan. Qishda ayniqsa qishloq sharoitda bitta uyda issiqroq joyda jon saqlanadi. Hamma gullar ham sig'maydi. Shuning uchun podvallarga, boshqa sovuqroq xonalarga suv quymasdan qo'yib qo'yiladi. Bahorga chiqqandan keyin ularni ko'pi yo nobud bo'lib ketadi, yo mana shunday ahvolga kelib qoladi. Undan keyin ko'pchilik ishlaydi. Buni egasi ham juda yaxshi ustoz, yaxshi ham repetitorlik qiladi, ham universitetda dars beradi. Gullari juda ham ko'p. Bu gullarga vaqti bo'lmagan deb o'ylayman. Gullar juda ham ko'p. Opa bitta-bittadan qoldirib gullarimni kamaytirishim kerak dedi. Boshqa gullarni ham keyinchalik sizlarga ko'rsatib o'taman. Bular juda ham chiroyli ahvolda turibdi. Faqatgina kaktuslar o'zingizlar bilasizlar, alohida sharoit bo'lish kerak. Olish uchun qalin perchatkalar bo'lish kerak. Bularni mayda tuvaklarga o'tkazish kerak. Shuning uchun ularni vaqti bo'lmagan. Bergani uchun rahmat. Mana yaqinda o'zi yana Xudo xolasa gul ishqivozi. Bularni chiroyli qilib qo'ysak, hali ko'pchilik bu gullarga xaridor bo'ladi. Ayniqsa kompyuter ishlatadiganlar kompyuterini oldiga qo'ygani shunaqa kaktuslarni xohlashadi. Xudo xolasa bu kaktuslarni keyinchalik
qanday holatga kelganini ko'rsatib o'taman. Gullaringlar agar birorta gulinglarda muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol Telegram kanalim bor. O'shanda gullar to'g'risida chiqarib boryapman. Gullar haqida, qaysi gul nima ichadi, nima qo'yadi, qanaqa joyda turadi. Yo bo'lmasa kommentariyada yozinglar, mana bunaqa gul bor, shunaqa bo'lyapti deb yozinglar. Albatta javob beraman. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, hech kimni bee'tibor qoldirmayapman. Vaqtim bo'lishi bilan albatta javob yozaman. Qo'limdan kelgancha maslahat beraman. Hozircha shu kaktusni shunday holatga keltirdik. 2 dona guldan mana biz hozir bitta onasini saqlab qola oldik, ikkinchi onani saqlab qola olmadik. Hamda bu yerda 9, 11, 15 ta tuvakka o'tkazdik. Hamda bularni qolganlarini yerga, огородga ekib qo'yamiz. Yumshoqroq tuproqqa ekib qo'yamiz. Hamda sal kattayishi bilan bularni kichikroq tuvaklarga, mana bunday kichik tuvaklarga o'tkazib olamiz. Baklashkalar kesib o'tkazsak ham bo'ladi, lekin hozirgi holatida yerda tezroq o'ziga keladi. Shuning uchun men yerga ekmoqchiman. Yerga ekib, albatta kuzda bularni keyin tuvaklarga o'tkazaman. Videoni oxirida sizlarga ochilib turgan gerang gullarni ko'rsatmoqchiman. Kayfiyatinglarni ko'tarish uchun. Gul doktori Oydin o'zini bugungi operatsiyalarini tugatdi. Hozir bularni intensiv joylarga joylaymiz, ya'ni quyoshga birdaniga olib chiqmaymiz. Buni salqinroq joyda, o'ta salqin emas, biroz ertalabki quyosh tushadigan joyga qo'yamiz kaktuslarimizni. Hamda ular o'ziga kelgandan keyingina sekin asta quyoshga olib chiqamiz. Menga like bosganlar qo'linglar dard ko'rmasin, umringlar uzoq bo'lsin. Kommentariyani cho'chimay, nima savol bo'lsa yozaveringlar. Qo'limdan kelgancha baholi qudrat javob beraman. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.